joyda ayolning ruhi o'ladi. Balkim shuning uchun bo'lsa kerak bir og'iz shirin so'zni va hatto oddiy tabassumni ham ehson darajasida qabul qiladi Robbim. Siz erkaksiz. Siz kuch-qudrat sohibisiz. Ehson qiling juftingizga. Ertaga xayrini o'zingiz ko'rasiz. Farzandlaringiz misolida ko'rasiz inshaalloh. Chunki muhabbatga to'yingan ona bera oladi bolaga mehrini, tarbiyani, bilimni, borini beradi ona. Onalar shunaqa. Ular jamiyatga buyuk shaxslarni tarbiya qilib berish kuchiga egadirlar. Lekin o'zida yo'q narsani ayol qanday bersin? Baxtli bo'lgan ayolgina oilasini baxtli qila oladi. Ayolni itoatda bo'lishini va uni bo'ysundirishni har bir erkak xohlaydi. Lekin qanday qilib? Bilingki, qattiq qo'l, qo'pollik bilan yer yuzidagi biron bir ayolni bo'ysundira olmaysiz. To'g'ri, qo'rqitib olishingiz mumkin, lekin bu qalbdan chiqqan muhabbat degani emasdi.